Huawei yorib yuboribdi. Qaranglar. Ko'ryapsizlarmi? Ekraningizda ham bu yoqda ekran, ham bu yoqda QWERTY klaviaturali 18 dyuymga ega bo'lgan ajoyib ko'rinishdagi planshet. Qalinligi yopilgan holatda 10.9 mm, ochiq holatda 7.3 mm bo'ladi. Og'irligi 1.16 kg tashkil qiladi. Bitta narsasiga e'tibor beringlar, orqasini qaranglar, kitobga o'xshaydi. Buni bismillah bukamiz. Qaranglar. Bukkanda qaranglar, qanaqa ko'rinishdagi katta bloknot ko'rinishidagi dizaynni ko'ryapsizlar. Asosiysi ingichkaligini qaranglar. Qanaqa ko'rinishdagi dizayni ajoyib bo'lgan planshet. Bu yoqda ko'rsatib qo'ygan 32 GB operativga 1 terabaytligi bunaqa narx bo'lyapti, 32 GB 2 terabaytligi bunaqa narx bo'lyapti. Ekrani 144 Hz va 3 xil rangi bor ekan. Tiniqligini Qora, qaranglar, kulrang va qaymoq rang. Вообще zo'r. Gertsi ham baland ekan, juda ham. Yoqmadimi? Bitta ochib qo'yasizlar, qaranglar. Katta planshet. Ko'rinishi ham MacBookga o'xshaydi. Bular shu yerdan sizlarga shunaqa mahsulot ko'rsatib etamiz.